Do'stim, siz ham uy sotmoqchi bo'lsizmi? Tepada nomer qoldiraman, reklama xizmatim tekin. Kanalimga obuna bo'lib kuzatib tursangiz, zo'r uylar qo'yib boryapman. Toshkent shahridan, Toshkent atrofidan uy qidirib yurgan tanishlar bo'lsa, yaqinlar bo'lsa, bu bitta videomni jo'natib qo'ying. Bunaqa zo'r lokatsiyadan hammaga ham joy chiqavermaydi. Sizlarga ilindim, obunachilar uchun ilindim. Baxtli uylarim kanalida Toshkent shahri Uchtepa tumani O'rizor mahallasida Fayzli mahalla, Fayzli ko'cha, qo'ni-qo'shnilar ahil zo'r mahalladan 3 sotuvli yer chiqib qoldi. 2 xona uyi bor, yer hisobida beraveraman deyaptilar. Mahallani ko'rdingizmi? Gullarga mana bunaqa chiroyli qilib mana qo'shnilar bor mana. Aytadi-yu, ani qizil gullar ochganda deydi-yu, narx-navolar oshganda, cho'mchakdan pul qochganda, uylarning narxi tushganda kelib tez olib qoling mana shu yer deydi. Yuring, uy ichini bitta obzor qilib ko'rsatib beraman, narxini ham aytib o'taman. 3 sotuv yer hisobida narxini kelishtirib beraveraman deyaptilar. Egalarni o'zi. Mana tepada nomerini ham yozib qo'yibdilar. O'zimning nomerimni qo'yib qo'ymadim. Mana bu nomeri egasini. Ko'rsatib beramiz, baho berasizlar. Yuring. Kiruvurishimiz endi hisoblanmadi. Egalar aytayotdilarki, eniga 10 metr, uzunasiga 30 metr hisoblab 3 sotuv sotaman deyaptilar. Ozgina zaruriyat bo'lib qolgan ekan. O'zi aslida qo'limizni 6 sotuv to'g'ri burchak bir shinam chiroyli Fayzli xonadon ekan o'zi. Zaruriyat bo'lgani uchun yarmini sotaman deyaptilar. Gaz, suv, svet, muammo yo'q. O'rizor bozorgacha taxminan 800 metr, 1 kilometr atrofida masjid bor ko'chani boshida, Alintir hamma biladi, O'rizor mahallada masjid ko'cha desanglar biladi. Bog'cha, maktab atrofida. Transportdan muammo yo'q. Kirib kelayotganini o'zim ko'rdim. Bir 5-6 xil avtobus turibdi ko'chani boshida. 200 metr yursangiz, o'zi kanechkasi qurugi ekan. Xohlagan joyingizga boraverasiz. Eng zo'r fishkasi shu bozorga yaqin joy. Hammaga bunaqa joydan uy chiqavermaydi. Do'stim, bitta like bosib, kanalimga obuna qilib, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. O'rizor mahalladan, Toshkent shahridan uy olaman, yer olaman degan do'stlarimizga, yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz. Yuring, endi uy ichini bitta ko'rsatib beraman. Qarang, ikkita xona uy tushgan, xohlasangiz yashab turib qurib olsangiz ham bo'lar ekan. Kirib mana. Keling. Hayvon. Buni tegi podvol bo'lishi kerak, so'raman men. Taxtapol qilib qo'yishdi. Atapleniyasi bor. Bu yoqda zali bor ekan. Bu zalimizni taxminan 7 metrga 4 metr atapleniya qilib qo'yishdi. Mana ko'chaga qaragan oynalari bor. Endi yer hisobida bo'lgandan keyin bari uy ham ko'rsatib o'tib ketyapman. Mabodo yashab ham qurib olsangiz bo'ladi. Yuring. Bu yoqni ko'rsatamiz. Taxminan 10 metringiz mana masjidlarga tushyapti. Endi o'shaning uchun ikkinchi xonani olmadim. Bonusga men oynani beraverar ekanlar mana. Choch to'g'irlab chiqib keturasiz. Bundoq qilib choch to'g'irlab chiqib keturasiz. Yuring, qo'lni bitta ko'rsataman endi. Keling, mana endi qo'lini tanishtiraman. Yuring, qo'lida ham bonusli joylar bor. Yer hisobida deganda faqat quruq yer emas. Bitta skelati bor mana. Tovuqmi, qo'ymi boqishga mo'ljallangan. O'zi ichkarida jo'jalar ham bor ekan. Keling, bu yoqda ham yana bitta yangi qurilgan 3 ta zdaniyasi bor. Oshxona qilib tayyor qilib qo'ygan ekanlar, joy tashab ketganlar. Endi kimdir balkim foydalansa, misol uchun u yog'ini buzib qurib olsa ham bo'lar ekan. Bu yoqda mana o'zi oshxona, bunimizni hammomga joy, bunisi hojatxonaga joy. Bu hojatxonasi. Keling. Uyimizning lokatsiyasini tushuntirib o'tdimi? Toshkent shahri, Uchtepa tumani, O'rizor mahallada. Bozorga, masjidga, maktab, bog'cha, ostanovka hamma sharoit bor. Magazin, yashash uchun hamma sharoit bor ekan. Uyimizning narxini egalari 120 ming dollar so'rayaptilar 3 sotuv uchun. Yana kelishtirib beraman deyaptilar. Pastda egasining nomerini qoldiraman. Bemalol telefon qilib so'dalasiz. Bonusiga nima berasiz dedim. Bonusiga mayli shu hech narsa qo'shib bermasam ham pulidan cho'tka qilib o'tib beraman dedilar. Nomer pastda telefon qilib so'dalashib baraka qilsangiz bo'ladi. Bu joylar tez ketib qoladigan joylar 3 sotuv.
Bu videoyimni yaqinlaringizga, tanish bilishlarga jo'natib qo'ying. O'rizor atrofidan uy qidirib yurgan yaqinlarga jo'natib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling. Bundan-da zo'rlari, arzonlari, shahar ichidan, shahar chetrog'idan uy olmoqchi bo'lganlar kanalimga o'tib olsanglar, obuna bo'lib, meni yo'qotib qo'ymaysizlar. Ko'rib borish ehtimoli juda katta bo'ladi. Bonusli joylarimiz ham bor. Tepada reklama xizmati nomeri, sotmoqchi bo'lgan uyingizni tekinga borib reklama qilib beraman. Faqat kanalimga obuna bo'ling. Kimni sotiladigan uyi bor, kim qayerdan uy olmoqchi, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar, like bosib, poddeska qo'yib yuborasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.